Yana bir uraymi? Yana bir, ha? Rais uchun ham bittami? Mana rais uchun ham ketdi, davay. Mana pachoq. Eprismi? Endi xudo xolasa mana shu pachoq sizga urok bo'ladi, bu yaxshigina urok bo'ladi. Xudo xolasa mana shuni menga idealni qilib berasiz. Qaranglar bolalar, bu birinchi sinf uchun yaxshi rezultat. Hali oldimizda 2-chi, 3-chi, 4-chi sinf bor. Bu birinchi sinf uchun bu visokiy rezultat hisoblanadi, lekin shunda ham bo'shashmaysiz. Qolgan bolalar ham qaranglar, mana bu ishning rezultatidan ko'ringlar-da, qilsa bo'ladi. Pachoq, seryoziy pachoq edi rezultat. Ancha-muncha umiyatni chiqmaslik ham qila olmasdi uni. Sanoqli umiyatni chiqmasliklar qila oladigan pachoq bu. Rahida edi bu. Tabriklaymiz. Gap yo'q lekin. Молодец. Молодец, gap yo'q. Bu yoqda yana sложение sana. Xo'p? Xo'p, давай, gazini bering.